Salom obunachilar, bugun sizlar bilan TNT'larni sinab ko'ramiz. Birinchi TNT. Qani, boshladik. Oh, yebil. Ha, u TNT portlab bitdi. Ko'ryapmiz hali u TNT tushunganlar tushundi. O'zi boltan rasmini ko'rib ham tushundinglar shekilli. Bu bolta TNT ekan. Hamma nimada taxtalarni yo'q qilar ekan. Osmonda mana bular shunga nimada qotib qoldi qorlar. Ha, ikkinchi TNT. Bu TNTni ko'rdim, lekin dabdala ekan. Portlayapti. Ko'ryapsizlarmi? Minecraft qotmadi. Ko'rakamiz sinyapti. Lazım bu TNT dabdalaligini ko'rdinglar. Endi mana bu TNT lekin zo'r ekan. Oh, endi buni katta teshik paydo bo'ladi tuynik. Hozir tashlaymiz o'sha. Shu yerda Minecraft qotdi shekilli. Qani FPS ni ko'raylikchi. FPS aniqlagich. FPS 20. Yaxshi emas u. Mening kompyuterim uchun yaxshi emas. Mening kompyuterim asli 240 FPS gacha ko'tarish kerak. Bu bomba qilgan ish emas. Mayli, qishloqda emas, boshqa joylarda sinab ko'raylik bu TNT'larni. Haligi TNT bildim nima qilishini. Ha, sizlar bilmasizlar qaysi TNTligini. Men video olishdan oldin ham bitta TNTni portlatishga harakat qilib ko'rdim. O'sha TNT qilgan ish. Qaysi TNT deb o'ylaysizlar? Bo'shliqmi bu, ha? Bo'shliq ekan. Mana bu TNT qildi bu ishni. Hozir ko'rsataman. Mana shu qildi shekilli. Ko'rakamiz. Buni yaxshi ko'rgandim. Buni qilamiz. Portlatib ko'ramiz. Bundoq qilib. Bu o'zi portlaydimi? Bu ham hozir qotishdan ba'li cho'tda portladi. Qotyapti. Minecraft'dan to'g'rilmasa bo'ldi.